Oramizda o'z xatti-harakatlarini qonun doirasiga sola olmaydigan, kuch ishlatib bo'lsa-da, o'z maqsadiga erishishni istaydigan kimsalar yo'q emas. Qo'qon shahrida taraf-mataraf bo'lib, o'zaro manfaatlar to'qnashuvida jinoyat sodir qilgan shaxslar bugun panjara ortida o'tiribdi. Olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 17-yanvar kuni Qo'qon shahrida yashovchi mana bu shaxs o'zining tarafdorlari bilan voyaga yetmagan ushbu shaxsni Uchko'prik tumanida joylashgan dala maydoniga olib borib, haftasiga 500 AQSh dollaridan pul berib turmasa, o'ldirib yuborish bilan qo'rqitib, badanining turli joylariga urib, tan jarohati yetkazishgan va uning yonida bo'lgan 200 AQSh dollari miqdoridagi pullarni zo'rlik ishlatib olib qo'yishadi. Mazkur holatdan xabar topgan voyaga yetmagan shaxsning tanishi o'zining tarafdorlari ishtirokida Qarshi tomon bilan Qo'qon shahar Alisher Navoiy mavzesida hamda Salang ko'chalarida o'zaro ko'rishib, yuqoridagi masala bo'yicha kelishmovchilik ortidan bir-birlariga tan jarohati yetkazishadi va hodisa joyidan ketib yuborishadi. Joriy yilning 19-yanvar kuni esa birinchi guruh yetakchisi 10 ga yaqin tarafdorlari bilan yig'ilib, ikkinchi guruh yetakchisini Qo'qon shahar bo'ylab qidirishga tushgan. Uni qora rangli Spark avtomashinasida ketayotganligini aniqlashib, o'ziga tegishli avtomashinada qasddan urib to'xtatgan. Avtomashinada bo'lgan ikkinchi guruh yetakchisi va boshqalar avtomashinadan tushib, noma'lum tomonga qochib yashirinishgan. Ta'qibchilar esa turli sovuq qurollar bilan avtomashinaga ham jiddiy zarar yetkazishgan. Mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida holatga aloqador 25 nafar shaxslar aniqlanib, tergovga jalb etildi. Ulardan 15 nafari Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. 3 nafar shaxsga nisbatan sud tomonidan 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Hozirda yana ushbu jinoyatga aloqador shaxslarni aniqlash ishlari olib borilmoqda. O'zlaridan ko'cha bezorisi, razborshik yasab olmoqchi bo'lganlarning harakatlari shu bilan poyoniga yetdi. Qonunni mensimaganlar uning oldida javob beradigan bo'ldi. Ogoh bo'ling.